Hammani joni dili bo'lgan sniker shirinligini Dilfuza bilan bir pasda tayyorlab qo'ydik. 3 dona tuxum, shakar, avaliksni oppoq bo'lib ko'pirgunicha mikser qilib olamiz. Mikserlab olgan massamizga suv, sut, o'simlik yog'i solib mikser qilishda davom etamiz. Un, kakao, razrıxlитель, ichimlik sodasini solamiz, lopata yordamida ko'tarib aralashtiramiz. Qolipga quyamiz, tekislab pishirish uchun pechga yuboramiz. Biskvitimiz soviguncha krem tayyorlab olamiz. Krem uchun shakar upasi, qaymoq, 2 xil tvorojniy sirni solib, qotgunicha yaxshilab mikser qilib olamiz. Bu arada sovib olgan biskvitni ikkiga bo'lamiz. Yarmini kofeli suv bilan propitka qilib, ustidan kremimizni joylaymiz. Qo'rilgan yer yong'oqni ayamasdan sepamiz. Yong'oq ustidan karamel yoki varyonli molokoni quyib chiqamiz. Ustidan ikkinchi biskvitni yopib propitka qilib, qolgan kremlar bilan chetlari va ustki qismini tekizlab chiqamiz. Qaymoq hamda shokoladni eritib, ganash tayyorlab, ustidan qo'yamiz. Shirinligimiz tayyor, ustini bezatsak bo'ldi. Bezak esa xohishga ko'ra xohlasanglar snikers, xohlasanglar qulupnoy mavsumida qulupnoy bilan bezatsanglar ham bo'ladi. Retsept tayyor, etib yoqqan bo'lsa Dilfuzangiz hamda Nodirangizni duo qilishni unutmang.